Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qurilish qilayotgan do'stlarimiz hamda YouTube ishqibozlari. 2026-yil 6-avgust payshanba kuni turibmiz. Bugungi video rolimiz shu narxlari va g'ish necha puldan kelyapti, qayerda g'ishini uryapmiz. Shu to'g'risida bo'ladi. Videoda oldindan uzr so'raymiz, kamchilik va xatolar bo'lsa. Video yoqsa bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz video roliklarimizni boshladik. Mana xudo xolasa oldin uyimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu joy spalni, o'rtada orqasida hammom bor va koridorcha, ikkita yonda eshik bo'ladi. Mana bu joyda ikkita bir qanotli eshikcha bo'ladi. Bu yerga termonlaydi, bu yerda ikki qanotli eshik bo'ladi. Hammomimiz eshigi joyga o'rnagan. Mana bu yer esa bolalar xonasi. Bu joy alohida ikkita xo'jalikka moslangan proyektda qurilyapti. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bitta mehrobimiz ham bor, o'zimiz o'zbegona. Mana bu joy kelin-kuyov uchun mo'ljallangan joy. Endi mana bu tomon esa ota-onalar uchun mo'ljallangan xonalar. Bu yog'i alohida bitta xona, bu yer spalni, mana bu joy ham bitta hammom, ya'ni sanuzor. O to'g'ridagi joyimiz darvozaxona, mehmonxona, ikkita xona alohida ota-onalar uchun tushuntirib o'tganimizdek, bu yoq alohida yana bu joy podvalli bitta oshxona. Oshxonamiz razmeri 3,5 ga 6 metr. Hop, xonalarimiz razmeri keladigan bo'lsak, 4,5 ga 3,5, hammomimiz razmeri 1,5 ga 1,5, koridorimiz razmeri esa 1,70 ga 1,5. Hop, mana bu xonamiz 5 metrga 3,5. Bu joyda hammomimiz kattaroq, ya'ni sababi vanna tushadi, toratxona ichida hamma narsa ichida bo'ladi. 2 ga 3,5. Spalnimiz 5,5 ga 3,5, yarim metr xonaga shkaf bo'ladi. Hop, alohida xonamiz esa 4,5 ga 3,5. Darvozaxonamiz 10 metrga 3,5. Mehmonxonamiz esa 7 metrga 3,5 metr. Hovlimiz umumiy maydoni, ya'ni qismi 5 sotikdan iborat. Mana bu joyimiz mashinada bemalol kirib, hovlida ham aylanib chiqib ketishlik uchun 7 metr joy tashaganmiz. Hop, g'ishimizga keladigan bo'lsak, 5 yulduz g'ishimiz mana. Mashina atpechatkasi bor. Farg'ona, Rishtondan kelyapti. Nomerlarni pastga qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Shunday g'ishlar kerak bo'lsa, sifatli telefon qilib bemalol bog'lanib, zakaz berishingiz mumkin. Ana g'ishimiz. Biz 2026-yil 25-yildan beri, 2 yildan beri shu g'ish bilan bog'lanib, mana shu g'ishlardan ko'tarib imoratlar quryapmiz. Bu g'ishimizni bizga yoqqan tomoni oqlab, sho'rlab ketmaydi. Sinig'i kam bo'ladi, mana shu joyda. Mana qarang. 10% sinig'i bor. Sabab pishganligi, holati, tekizligi yaxshi. Nimaga qizil deyishingiz mumkin? Qizil baribir hammasida bo'ladi. Hop, Farg'onadan yetib kelishi biz Namanganga 1000 so'm. Ya'ni yo'l kirasi ichida, hamma xizmat ichida 1000 so'm yetib kelyapti. Bir donasi 1000 so'mdan yetib kelyapti, yo'l kiralar hamma narsasi ichida. Hop, endi urilishga keladigan bo'lsak, rastorga uryapmiz. Mana rastorga 700 so'm urib beryapmiz. Bir dona g'ishimizni shu yerga zagotovka qilib berishadi. Urilishi ondan 700 so'm. Mana shu holatda bu ichki qismi, tashqi qismida bolalar ish qilyapti, ya'ni chorva bilan shug'ullanadigan egalari. Ularga xalaqit bermaymiz. Tashqi qismidan ham keyingi videolarda to'xtalib o'tamiz. Ko'rishlar mumkin. Ichki holatda mana shu. Sizlarga ham nasib qilsin. Qilayotgan ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Issiqlarda ishlayotgan ustalarimizga Alloh sabr qanoat bersin. Topayotgan pullari faqat yaxshilik kunlariga nasib qilsin.
Allohim nima niyat qilgan bo'lsalar niyatlariga yetishsin. Xonadon egalariga ham omad tilaymiz. Mana xonadolarda to'y tomoshalarni qilib, ota-onalari shu bolalarini orzu-havaslarini ko'rishlarini Allohdan so'raymiz. Nima niyat qilgan bo'lsalar niyatiga yetishsinlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etasizlar. Yana bir bor aytamiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasiz. Salomat bo'linglar.